Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Mana biz bankimizda bu tomondan juda ko'p qulayliklar imkoniyatlar yaratyapti. Kreditlar ajratish bo'yicha mana masalan siz ham bankimizga tashrif buyurdingiz. Qanday kreditlarga ehtiyojingiz bor siz misol uchun? Chorvachilikka, asalarichilikka, Chorvachilikka qancha maosh to'laysiz? 100 million. 100 million so'mgacha bizlar sizni talabimizga kelib chiqib, chorvachilikgacha bizda kreditimiz bor. Moliyaviy ko'makga kreditimiz bor. Moliyaviy ko'mak to'g'risida sizga men qisqacha tushuncha berib o'taman. Boshqalar ham keyin savollar bo'lsa bemalol beraveradi. Moliyaviy ko'mak kreditimiz o'z bank qilgan shaxslar, yuridik shaxslar maqomiga ega bo'lgan tadbirkor subyektlarga ajratiladi. Kreditimiz berilishi maqsadsiz, ya'ni plastikada tushirib bergan maqsadsiz ishlataverasiz buni. Kreditning summasi garov qiymatining 80%. Misol uchun avtomashina qo'yapsiz, avtomashinangiz 80% qismiga biz kredit ajratib bera olamiz. Kreditning muddati 36 oy, ya'ni 3 yil. 3 yil mobaynida kreditni qisman bo'lib grafik qilib boraverasizlar. Imtiyozda bo'lib, mijozning talabi, ya'ni siz talabingiz olsan, xohlasangiz 6 oy imtiyoz qo'yib beramiz, xohlasangiz imtiyoz qo'yib bermaymiz. Bu siz talabingizga kelib chiqaramiz. Yillik kredit foizi o'zingiz bank qilgan fuqarolar uchun 25%. Ya'ni siz o'zingiz bank qilib keldingiz, sizga biz 25%dan 3 yilga 36 oy muddatga kredit ajratib beramiz. Bunda moliyalashtirish maqsadi bankning o'z mablag'i, ya'ni Xalq banki o'z mablag'idan oilaviy tadbirkorlar dastur asosida ajratib beramiz. Kredit valyutaga so'mlayapti. Kredit so'mga ajratiladi, plastikka tushib beriladi. Kreditning ajratilish shakli o'zingiz bank qilgan shaxs Xalq banki ochilgan bank plastik kartasiga pul qo'shish yo'li bilan tushirib siz qo'lingiz taqdim etamiz. Ta'minot ishlab chiqarganiga 5 yildan oshmagan avtotransport vositasi yoki garov obyektining noturar bino yoki turar joy bo'lganda ham misol uchun aytaylik, sizda 2 ta uyingiz bor. Bitta uyingizda hech kim yashamaydi, shuni o'zingiz olib qo'ygansiz. O'sha uy sizga garov sifatida taqdim etishingiz mumkin. O'zingiz yashab turgan uyga garov qo'yilmaydi, chunki siz yashab turibsiz. Bizda garov qo'yilgan uylarda propiskasi hech kim bo'lmasi kerak. Misol uchun 2 ta uyingiz bor, bittasi propiskasi hech kim yo'q bo'lib, bemalol uyga garov qo'yib kredit olishingiz mumkin. Talab etilgan hujjatlar: o'zingiz bank qilgan shaxs to'g'risida hujjatingiz, o'zingiz bank qilgan qog'ozingiz, pasportingiz yoki ID kartangiz, ariza to'ldirasiz. Yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan shaxslar tadbirkor subyektlari yoki aktivlar uchun pasport, tadbirkorlik guvohnomasi va ariza talab qilinadi. Yuridik shaxslar uchun guvohnoma, ariza, ta'sis hujjatlari, ta'minot hujjatlari talab etiladi. Kreditning tarifi: kreditlar qarz oluvchi kreditlarga ega bo'lmasi kerak. Ya'ni sizning oldingi kreditlaringiz ijobiy, o'z vaqtida olib kelgan bo'lishi kerak. Agar siz oldin 2 oy, bir marta 2 oy yoki bir marta 90 kunda kechiktirib to'lagan bo'lsangiz, siz fuqarolikka tushib qolasiz. Sizga bank tomonidan kredit ajratilmaydi. To'lov grafigi: annuitet yoki differensial. Annuitet bu siz grafik tanlab